Epilepsiya xalq orasida quyonchiq, tutqanoq, suvdirgi nomi bilan ataladigan kasalligi bor bo'lganlarga va ularning yaqinlariga 5 muhim tavsiya. Birinchisi, shifokor tomonidan buyurilgan dori vositalarini aytilgan miqdorda va vaqtda qabul qiling. O'zingizcha uni kamaytirmang, almashtirmang va to'xtatib qo'ymang. Ikkinchisi, hayot tarzingizga e'tiborli bo'ling. Yetarlicha uxlang, stresslardan himoyalaning, kuchli zo'riqish, aqliy va jismoniy zo'riqishdan saqlaning. Uchinchisi, nima yeyotganingizga e'tiborli bo'ling. Gazli ichimliklar, shirinliklar va shirin suvlarni iste'mol qilmang. Aksincha, oqsilga boy bo'lgan taomlarni ko'proq yeng, ketogen diyetaga amal qiling. To'rtinchisi, yilda 1 yoki 2 marotaba qon tahlillari va elektroensefalografiya tekshiruvidan o'ting. Bizga eng kerakli bo'lgan qon tahlillari bular: kalsiy miqdori, foliy kislotasi miqdori va B12 vitamini miqdorini ko'rishimiz kerak. 5-chi muhim tavsiya, bemorning yaqinlari va u bilan birga ishlaydiganlar tutqanoq tutganda birinchi yordam ko'rsatishni bilishlari zarur.